Bo'ldi, hozir ketyapman. O'g'lim, Va'da? ishga ketyapsanmi? Mashinam ballonlari kal olib qo'ygan ekan. Ballon olib berasanmi? Deyotgandim. Siz ham tinchimisiz deyadi. Uyda o'tiring, o'zi ro'zg'orga zo'rg'a yetkazolman. Baloningizni gapirasiz. Voy. Kontinental. Shu do'konga bitta kirib ko'ring-chi. Bolam, mana bu ballonlaring nechi pul? Bu ballonning donasi 390 ming so'mdan. Azgincha yetmayapti-da. Yana bitta pensiyam olsam yetar ekan. Rahmat bolam. Doda, to'xtang. Boshorun nima qilasan, ketaversin. Sen jim tur. Nech pul yetmayapti o'zi? Hozir oldimda 700 ming so'mim bor ekan. O'shanga keyingi oy pensiyam tushsa, olib ketmoqchi edim. Doda, men sizni tushundim. Mashinani mamlakatga qo'ying. 4 ta ballon taqib berishadi hozir. 4 ta ballon taqvorlaring. Hop. Mana dodani 700 ming puli. Menga qarang, sen kallani ishlatib ish qo'ysanmi? Har bitta bunaqa qiynalib kelgan odamga yaxshilik qilaversang, qachon ko'karamiz? Shu qiynalgan odamlarning duosini olib, biz shunaqa ko'kar yurimiz. Shuni esingdan chiqarmang. Voy baraka top bolam. Sovut qolmadimi? Bir xo'jayinning oldiga kirib chiqing, xo'pmi? Rahmat ukam, Alloh rozi bo'lsin. Keyingi oy pensiyamni olishim bilan 700 mingini tashlab ketaman. Doda, 700 ming kerak emas, bitta duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Qani, ilohi omin o'g'lim, ochgan Continental ballon do'koningni fayz barakasini bersin. Senga tarbiya bergan ota-onangga ming rahmat. Omin, Allohu akbar.